Ana shu yerda ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Menga qara. Uydan ilon chiqqanmi? Yo bu yerdan tilla topganmisan? Nega kelaversan shu yerga? Ha, kelsa nima qilibdi? Kelsa dodasini uyga kelyapti. Ya-da, buni ko'chada nima ishlar qilib yurganini bilasizmi? Xo'p, nima ish qilibdi? Meni obro'yimga to'g'ri kelmaydigan ishlar qilib yuribdi. Adajon, mana bu navarangiz ko'chada birovlarning mashinasini yuvib, pul yig'ib yurganmish. Odamni sharmanda qilib. A mehnatda nimasi yomon? Kelin. Necha qizsiz ada, pul kerak bo'lsa men o'zimga yetmaydimi? O'zi bunga pul nimaga kerak bo'lib qoldi? Ozroq pul ishlab topib, dodamga giyoh bermoqchi edim-da. Yo'q. Mana do'stimdan qutisini olgan edim. Torpeda degan giyoh ekan. Do'stimni dodasi holsizlanganda shu giyohdan ichar ekan. Hamma kasalliklarga davo ekan. Hop, shu giyoh kerak ekan, menga yetsang olib beraman, bolam. Ada, dodam sizlarga har doim aytadilar-ku, bellari og'rishini, qon bosimlari oshishini, holsizlanishlarini, lekin sizlar hech ahamiyat bermaysizlar. Ishinglar ko'p sizlarni, ishinglar bilan bandsizlar-da endi. Ada, navarangiz aytgan torpeda giyohini olib keldim. Haqiqatda ko'p dardga shifo ekan. So'rab surishtirdim. Rahmat o'g'lim. Shu kichkina navarangiz meni ko'zimni ochib qo'ydi. Sizga oldinroq e'tibor bermaganim uchun meni kechiring. Bejizga aytishmaydi-yu. Danagidan mag'zi shirindir. Nevaram baraka topsin.